Hozirgi vaqtda Disney va Pixar studiyalari tomonidan Super oila filmining jonli harakatdagi rasmiy talqini ishlab chiqilmagan. To'liq ma'lumot olish uchun obuna tugmasini bosib qo'ying va men boshladim. Franshiza doirasida kutilayotgan navbatdagi rasmiy loyiha bu kompyuter animatsiyasidagi Super oila 3 to'liq metrajli multfilmi bo'lib, biroq kino muxlislar va ijodkorlar sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda filmning jonli talqini qanday ko'rinishi mumkinligi haqida qiziqarli ko'plab konsepsiya treylerlar yaratishgan. Internetda tarqalgan eng mashhur konsepsiya treylerlarida Gollivud yulduzlari qahramonlar obrazlari tasvirlangan. Bob Park, Chris Hemsworth, Ben Affleck yoki Jon Sina. Helen Parr, ya'ni Elastic qiz obrazida Scarlett Johansson, Sindrom, Tom Hiddleston. Bu videolar Pixar yaratgan voqelikka qanday qilib jonli kino prizmasida yondashish mumkinligini ko'rsatib beradi. Agar siz ushbu qahramonlarning asl animatsion sarguzashtini tomosha qilishni istasangiz, ularni Disney+ platformasidan topishingiz mumkin.